1924 yılı yazda Abdülkadir Damollan başçılığında Qashqarda yüz bergan ommaviy namoyish haqiqatan zo'r zilzila paydo qilgan edi. Yeni kelib bu namoyish militarist Yang Zangshin va uning Qashqardagi do'taylarini sarosimga selibli qolmasdan, balki yana Buyuk Britaniya imperiyasi bilan Rossiyada yangidan hokimiyatga chiqqan bolsheviklarning Qashqardagi konsul xonlarini aloqazoda qilayotgan edi. Shu sababdan Qashqardagi bu namoyish rayon xarakterlik bir ishki voqea bo'lib qolmasdan, balki ko'p taraflarning manfaatiga ta'sir ko'rsatgan xalqaroliq voqeaga aylangan edi. Shvetsiyada turishliq Uyg'ur ziyolilaridan Abdushukur Muhammad apandi bu haqda fikr bayon qilib, bu qatamliq namoyishning yaqinqi zamon Qashqar tarixida ta'siri intayin zo'r bo'lgan unutilmas bir voqea bo'lganligini tilga oladi. Bu nayt çoğun bir dağılğılık, yani Qashqar tarixidagi nayt g'ulg'ula qo'zg'agan, ta'sir cho'ng bo'lgan bir faoliyat bo'lgan. Ammo bular shved missionerlarining turalg'usini oldidan ayrilib, hukumatning turish o'rniga qarab mangan vaqtida ayni chog'dagi istibdod hukumatning askarlari tarafidan nayt qattiq qonliq bostirilgan. Türkiye Egey Üniversitesi Türk Dünyası Tədqiqat İnstitutunun professori Alamcan İnayət əpəndimi Abdülkadir Damollam yetakçilik qilgan bu qitimliq namoyishning haqiqatanmi Qashqardagi ko'p taraflik kuchlarning manfaatiga tahlika his qildirganligini ta'kidlaydi. Ma'lumki, qadimiy shahar Qashqa 20-asrning boshlarida Markaziy Osiyoda ta'sir doiri talashayotgan bir qanchalagan imperiyalar o'rtasidagi siyosiy sazgurligi intayin yuqori orliq rayon bo'lib qolgan edi. Gerçi siyasi sehrgar Yang Zangshin chegarani dum taqab Sharqiy Turkistonni o'z oldiga idora qilayotgan bo'lsa-mu, ammo Hindistonda besib yotgan Buyuk Britaniya imperiyasi bilan Rossiyada yangidan hokimiyatni qo'lga olgan bolsheviklar orliq rayon Qashqa orqali bir-birini kuzatib turadi. Uning ustiga shved missionerlarining Qashqardagi din tarqitish faoliyatlarimi tegi taktidan olganda Yevropa manfaati bilan birikib ketgan edi. Shu vajidan professor Olimjon Inoyat apandi Qashqarda 1924 yili Abdulqodir Damollamga qarta planlangan suiqasdda ko'p taraflarning ishbirligi mavjudligini ta'kidlaydi. Şivit misyonerlerine karşı elip verilgan bu qatimki namoyish Şivit misyonerlerini, Qashqardagi Angliya diplomatiya amaldarlarini, Xitoy hukumatini, shundaqla bu namoyishda xalq ichidagi obro'yi texmi ko'tarilib ketgan Abdulqodir Damollani ko'rolmagan yerlik mutaasib kuchlar va ishbirlikchilarni qattiq bearam qilib o'tgan. Shunga namoyishdan keyin Abdulqodir Damollam qattiq ta'qib ostiga ilingan va yuqorida aytib o'tilgan qarang'u kuchlar tarafidan Abdulqodir Damollamga suiqasd planlari tuzilgan. Amerikadagi yosh Uyg'ur bilim odamlaridan Taran Uyg'ur apandimi Abdulqodir Damollamga qartilgan suiqasdda Xitoy doiralari bilan shved missionerlarining ish birligidan boshqa yana ikki muhim taraf Sovet ittifoqi bilan Buyuk Britaniyaning Qashqardagi konsulxonalarining ma'lum darajada qo'li bo'lish ehtimolligini tilga oladi. Menimcha Abdulqodir Damollamninki suiqasd qilinishida Xitoy mustamlikchilari va shved missionerlaridan boshqa yana parda orqasida ikki cho'ng kuchni, ya'ni Angliya va Sovet ittifoqini ko'rish mumkin deb qarayman. Garchi hozirgacha qo'limizda Abdulqodir Damollamninki qatl qilinishiga Sovet ittifoqi bilan Angliyaninki bevosita qo'l tuqqanligi yoki parda orqasida turib qo'lganligi haqida aniq bir tarixiy arxiv materiallari yo'q bo'lsa-mu, Abdulqodir Damollam boshlatgan shu ijtimoiy, siyosiy va ma'rif jihatdagi islohotlarninki, jumladan bir siyosiy harakatninki bu ikki davlatlarninki manfaatlariga bo'libmi, o'z mustamliklarga manfaatlariga va planlariga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatganligini qiyos qilish mumkin. Abdushukur Muhammad apandi shved arxivlarida saqlanayotgan missionerlarning Sharqiy Turkistonga doir xotiralaridagi bir qism uchurlarga intayin diqqat qilgan. Uning bayqishicha, shved missionerlari ayni yillarda Qashqarda kun sayin zo'rayotgan Abdulqodir Damollam boshchiligidagi jadidchilarning milliy uyg'onish harakatlarini o'zlarining din tarqitish faoliyatiga bir tahlika deb hisoblagan. Ularning xotirlarida hatto 1930-yillarning boshlaridagi Xotan inqilobchilariga qarta intayin salbiy va dushmanlik pozitsiyasidagi bayonlarni uchraydi ekan. Ben Şivsiya kelgandan keyin ayni chog'da Qashqar rayonida tug'an aşı shved missionerlari yezib qoldirgan nurg'un kundalik xotirlarni, ular tarafdan yozilgan maqolalarni, kitoblarni ko'rdim. Shu vaqtdagi vaziyatni tushunib beqish uchun ular tarafidan yezib qoldirgan aşı materiallarni o'qib chiqdim.
Hem bularning yozgan materiallarida ayni chog'da Qashqarda o'zlariga qarshi fikrda bo'lgan, o'zlariga qarshi namoyishni uyushtirgan Abduqodir Damollan boshliq bu kishilar nisbatan ijobiy pozitsiyalarda bo'lmagan, balki ularni bir xil o'zlariga qarshi chiqqan hisobda bir xil dushmanlik nazari bilan yoki dushmanlik idisi bilan yozgan tasvirlarni uchratqildi. Bo'libmi Xotan qo'shini, ya'ni Muhammad Emin Bug'ra apandining qo'shinlari, ya'ni insi boshliq qo'shinlar yakandagi shved missionerlar tarafidan ochilgan maktablarni tarqitib o'tgandan keyin ham bir turqum shved missionerlar ayshib xristian diniga kirgan odamlarni tutqun qilib, Abel ismli bir yoshni qatl qilgandan keyin bularning qalbidan aytib bir xil qattiq o'shmanlik paydo bo'lgan. Shuna bularni yezib qoldirgan bu materiallarda mayli Muhammad Emin Bug'ra bo'lsin yoki uning ikki qarindoshi bo'lsin, bularga ijobiy ko'z bilan qaramagan, yozgan materiallar hammasida bularga salbiy fikrlarni qoldirgan. Taran Uyg'ur apandi 1924-yildagi Abduqodir Damollamni qaslashdan iborat bu siyosiy suiqasdning orqa ko'rinishida Sovet ittifoqi omilining bor yo'qligini o'ylanib ko'rishga arziydiganligini ta'kidlaydi. Uning taxmin qilishicha, shu yillarda G'arbiy Turkistonni, ya'ni O'rta Osiyo rayonini jiddiy ravishda bolsheviklashtirishga tutish qilgan Sovet ittifoqining Sharqiy Turkistonda ko'rilgan har qanday bir milliy harakatga sukut qilishi, shundaqla bu xil milliy uyg'onish harakatlarining G'arbiy Turkistonga ta'sir ko'rsatishiga chidab turishi mumkin emas edi. Abduqodir Damollamni aktiv faoliyat berayotgan 1920-yillarning boshlari Sovet hokimiyati O'rta Osiyodagi hokimiyatni amlatni mustahkamlayotgan, kommunizm ideyasini amlatni yeyishga boshlayotgan. Bo'libmi, G'arbiy Turkistonda o'ziniki milliy chegaralarni ayirish siyosatini yo'l qo'yishga aktiv tayyorlik qilayotgan bir mezgil bo'lib, shunday bir sharoitda o'ziga qo'shni bir elda intayin durust islom aqidasiga ega, quyuq turkchilik fikriga ega, ta'sirini kuchli bo'lgan bir shaxsning o'tirg'i chiqishi va shu iqimlar bo'yicha o'ziniki faoliyatlarni qanot yedirishi albatta Sovet hokimiyatini andishiga solgan deb o'ylayman. Bundan boshqa yana Sovet ittifoqi ayni yillarda Chorosiyadan miros qolgan Qashqardagi konsulxonasini qaytadan ishga kirishtirishga va shu orqali o'zining ta'sirini G'arbiy Turkistondan otlatib, Sharq Turkistonga ham yeyishga, uni ta'sir doirasi ostiga olishga harakat qilgan deb o'ylayman. Demak, shu ikki manfaat nuqtasida albatta Abduqodir Damollam Sovet ittifoqininki nihoyatda kuchli bir raqibiga aylangan deb o'ylayman. Uningdan boshqa Buyuk Britaniya omilini nazardan saqit qilishga bo'lmaydi, albatta. Chunki shu yillarda Hindistonda ko'tarilayotgan milliy mustaqillik talablariga intayin sezgur qaraydigan Buyuk Britaniya imperiyasining Hindistonga qo'shni Qashqarda maydon kelgan milliy uyg'onish harakatlariga e'tiborsiz qarashimi mumkin emas edi. Qashqardagi Sovet ittifoqi konsulxonasi uchun Abduqodir Damollam qanchalik tahlikali shaxs hisoblansa, Angliya konsulxonasi uchunmi shunchalik xatarli kishi hisoblanadi. Bundan boshqa yana Qashqarga chegaradosh bo'lgan ayni vaqtdagi Angliyaning mustamlikasi Hindistonda Mahatma Gandhi boshchiligida hamkorlashmaslik harakati nihoyatda faol qanot yoygan. Shundaqla Hindistondagi musulmonlarning Angliya mustamlikasiga qarshi harakatlari aktiv rivojlanayotgan bir mezgil edi. Demak, shundaq bir sharoitda Hindistonga qo'shni bo'lgan Sharqiy Turkistonda Abduqodir Damollamdek ta'sir kuchli bo'lgan bir diniy olimningki shundaq bir ijtimoiy siyosiy harakatlarni boshlashi, shundaqla Qashqarda qurilgan xayriya ehson jamiyati, shundaqla bir qism maktablarninki aqsida turklarning yordamining bo'lishi, Osmonli davlatininki istixborotininki harakat qilishi Angliyani texmo sarosimaga sep qo'ygan deb o'ylayman. Oxirida professor Olimjon Inoyat apandi munolarni alohida ta'kidlab o'tdi. Biz burunmu deb o'tgandek usuli qadim ma'rifi davrning taraqqiyotiga mos kelmay qolgan edi. Usuli qadim ma'rif sistemasi bilan Uyg'ur jamiyatining ilm fanda taraqqiy qilib uyg'onib ketishi mumkin emas edi. Shunga Yangi Zhengxin hokimiyati usuli qadim maktablarini emas, usuli jadid maktablarini tahdid deb qaragan. Yangi Zhengxin missionerlarning din targ'ib qilish faoliyatlarining qisqa vaqt ichida unumli bir natija yarata olmaydiganligini bilatdi. Texmo muhimi bu xil missionerlik faoliyatlarining jamiyatda diniy e'tiqod jihatdan bo'linish paydo qildiganligini, milliy kimlik engini sustlashtirdiganligini bilatdi. Bo'lingan, parchalangan jamiyatni boshqarish oson bo'ladi albatta. Yana bir tarafdan xalqarалық vaziyat davolg'ish ichida turayotgan bir mezgilda G'arb davlatlari bilan bo'lgan munosabatining yirgilishib ketishini xohlamaydi. Mushu sabablar bilan Yangi Zhengxin shved missionerlarining din tarqitish faoliyatlarini to'smagan deb qarayman.
Qadarlik radio anglag'uchilar, yuqorida 20 asrdagi buyuk islohotchi Abduqodir Domullam va uning hayot yo'liga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 16 qismini diqqatingizga sundiq. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomliq diqqatingizda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.